Sizda tuxumdon zaxirasi yaxshi, sizda tuxumdon zaxirasi past. Demak, keling birinchi bu tuxumdon zaxirasi yaxshi bo'lgan ayollarning belgilarini sanab o'tamiz. Kimlarda tuxumdon zaxirasi yaxshi bo'ladi? Demak, yosh jihatdan ko'rganimizda, yoshi 35 yoshdan kichik bo'lgan ayollar. Tana vazn indeksini ko'rganimizda, tana vazn indeksi 20-25 gacha. Hayzning 2-3 kunlari FSG gormonini ko'rganimizda, FSG gormoni 10 dan past bo'lishi, yoki bo'lmasa antimülleroviy gormonni tekshirganimizda, antimüller gormonimiz 1 dan baland bo'lishi. Hayzning 3-4 kunlari ko'rganimizda, o'lchami 10 mm gacha bo'lgan antral follikulalar sonini 10 ta va undan ko'p bo'lishi. Tuxumdonning umumiy o'lchamini ko'rganimizda 10 cm va undan ortiq bo'lishi bu tuxumdon zaxirasi yaxshi ekanligini ko'rsatib beradi. Kimdadir tuxumdon zaxirasi past deyiladi. Demak, keling bularni sanab o'tamiz. Ayolning yoshi 35 yoshdan katta bo'lishi, tana vazn indeksini ko'rganimizda 30 dan baland bo'lishi, ya'ni ortiqcha vaznga ega bo'lish. FSG gormonini hayzda 2-3 kunlari ko'rganimizda 10 dan yuqori bo'lishi. Antimülleroviy gormonimizni ko'rganimizda 0.9 dan past bo'lishi.